siyosiy vaziyatlar, dunyo iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranida. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Men qarindishim Nabijalloh. Bugun mushu oilam nada degan nomda qilayotgan, temada qilayotgan namoyishninki ahvolidan bir tushuncha berish, ham buni qo'llash, quvvatlash, ham buni dunyo xarakterlik muajiratda turayotgan har qaysi davlatlarda qilayotgan qarindoshlarimizninkini yaqindan qo'llab quvvatlash maqsadida bu programmani ishlab o'tiribdik. Hamda oilam nada degan bu temadagi namoyish hozir xalq harakatiga aylandi. Xalq harakati orqali butun dunyoga, ya'ni Istanbuldagi shu qarindoshlarimizning fidokorligi bilan butun dunyodagi qarindoshlarimiz buningda ulgilib, har qaysi o'zining turishlik davlatlarida fidokorlik bilan bu harakatni davom qilmoqda. Yana bizning jazo lagerida shu aynan o'z beshidan o'tkazgan qismatlarini har xil matbuotlarda jonliq ravishda ichib bergan shu shohidlarimizga oliy hurmatimizni, oliy ehtiromimizni bildiramiz. Chunki shularning ko'krak kerib bu 9 nafar qarindishimizning maydonga chiqishi va aniq jonliq shaklda bir shu yerdagi zulmni aniq shaklda yo'ritib berish bilan dunyo xalqi bizga texmi shaklda bir kun tartibda axborot vositalari kun tartibda turadi. Bunun bilan birga har xil shaklda o'z imkoniyatidan foydalanib buni anglashga tirishayotgan barliq fidokor qarindoshlarimizga chin ko'nglimizni, rahmatimizni bildiramiz. Chunki shularning fidokorligi bo'lg'achqa, shularning maydonga vaqtini, iqtisodini, har zehnini o'ttirga fidokorlik bilan qo'yib chiqib qilg'achqa bu shaklda masala kun tartibda bo'ladi. Mana bizning bugun Turkiyada İstanbul'da neçə yüzlügən qarindashimizning Xitoy elchixonasining oldida, konsulxonalarining oldida namoyishda turishi, neçə soatlab qor, yomg'ir, shamol va har qandaq bir nimaga bosh egmay shu yerda fidokorligini ko'rsatishi bu hammamizning bir fidokorlik ro'yiga ta'sir qilmay turmaydi. Bularning fidokorlik ro'yidan hammamiz o'rganishimizga, hammamiz ulgilishimizga arziydi deb qarayman. Uning uchun qarindoshlarim, bu yerdagi bu dunyoning har qaysi joylariga tutashgan bu faoliyatninki bugungi kunga kelgan vaqtida qarindoshlar nurg'un davlatlarda nurg'un qarindoshlarimiz toki Amerika, Kanadadan tortib nimagacha Yaponiyagacha, Avstraliyagacha bo'lgan shaklda ilib berilayotganligini ko'rib turyapmiz. Her cuma günü izchil turda qilayotgan Avstraliyadagi qarindoshlarimizga necha oydan buyon uzluksiz namoyish qilayotgan, hatto yil shu 6-7 yillik shaklda o'tirg'i chiqayotgan fidokor qarindoshlarimizning Turkiyadagi bo'libmi, anandan keyin Yaponiya, Germaniya, Gollandiya, Belgiya, Norvegiya, Finlandiya, Amerika, Kanada, Qozog'iston qatorliq 11 davlatdagi butun shu o'zining fidokorligini, vaqtini, zehnini, iqtisodini sarf qilib shu maydonlarda sabit qadam bilan turayotgan shu qarindoshlarimizga rahmatimizni, minnatdorligimizni shu xalq nomidan rahmatimizni bildiramiz. Gerçi ularning o'zining bir majburiyati, fidokorligi, o'zini shaklda shu yerdagi qarindoshlarimiz uchun qilayotgan kichikgina bir ish bo'lsin, ammo bu kichkina ish qandaqdir shu qarindoshlarimizni, shu vatanimizni shu shaklda inshaalloh shularni zulmdan qutuldirish, vatanimizni o'zimizni qo'limizga ilishning dastlabki asosi deb qarayman. Agar bizda fidokorlik bo'lmasa, taqdim qilish bo'lmasa, iqtisodimizdan voz kechmasak, vaqtimizdan voz kechmasak, canimizdan voz kechmasak, o vatan bizning qo'limizga unda oson qo'lga kelmaydi qarindoshlar. Uning uchun bu yerdagi bizda ba'zi bir shakldagi mayli u bayroqni bana qilib bizning aramızga soğukçuluk silayotganlar bo'lsin, uyan o'ynayotganlar bo'lsin, bir shaklda sepimizda turib qandaqdir shaklda hasadxo'rlik qilayotganlar bo'lsin, qandaqdir sepimizni, mustaqil sepimizni buzish uchun harakat qilayotganlarga biz fursat bermaylik qarindoshlar. Biz yaqinqi mana 2015dan 6 yillik bir yaqinqi cho'ng bir siyosiy davolg'ishlarni beshimizdan o'tkazdik.
her xil şekildeki bizni Daesh'ga evetip u şekilde bizni qarlıgan nurgun qarindaşlarımızdan 5000 10.000 qarindaşlarımızdan jiniga zaman bolgan işlarni kördük qarindaşlar. Bu beşimizge şahit olduk, beşimizden ötközdik bunda soğaqlını. Endi bugünkü günde bu ailem nerede degan temadagi meyli millet növbeti olsun, meyli ailem nerede olsun, nima bolsa bolsun, xalqning o'rnidan dasturib chiqishkidan Xitoy bu yerda naytdi. Qorqıvatıdı və dünyanın bizning tarafımızda elib ketishini ensirab nurg'un milliard dollarni xərcləyətqanlığını görətimiz. Mana bugungi kun kelganda İstanbuldagi shu qarindoshlarımızning nimasida İstanbul, Saudiya Arabiston qatorliq biz egallagan, hatto ba'zi davlatlardan bo'lishi mumkin 10 yillik pasportni chiqarib ba'zi bir qarindoshlarımızning qo'liga almashtirib berayotganligini ko'ryapmiz. Andan keyin Turkiya sharoitida bo'lsa, nurg'unlagan qarilinib turmalarga begona kirib ketgan qarindoshlarımızning nayt şekilde qo'yib berilganligini ko'ryapmiz. Bugun Turkiyada irqiy qirg'inchilikning majlisga kirib kun tartib turayotganligini ko'ryapmiz qarindoshlar. Bugun Turkiyada her xil partiyaning mayli o'qitishi olsun, mayli ommaviy tashkilot olsun, bizning yenimizda shu qarindoshlarımızning yenida turib şekilde bir shular bilan bir safda turayotganligini ko'ryapmiz. Mana mushuni Xitoyga nayt ig'ir zarba qarindoshlar. Xitoy bizning nayt bir hukumatni yoki bir nima qilishimizdan qo'rqib ketmaydi. Butun xalqning o'ttirdan qo'pab bizga ega chiqib ketishni, bizga har xil shaklda o'zining imkoniyatidan yordam qilib ketishni qo'rqadi. Bizning keynimizda bizning qo'lg'uvchilarning sonining eshib ketishidan qo'rqadi Xitoy. Shuning uchun u Xitoy o'ziga nomdagi, masalan, musulmon davlatlarining, masalan, Pokistonning olsun, Saudiya Arabistonning olsun va boshqa lokalozing davlatlarning arboblarini pulga setib olgan, raislarini pulga setib olgan bilan xalqning hammaning vijdonini, iymonini pulga setib olmaydi qarindoshlar. Buning uchun biz shu turayotgan davlatimizdagi xalqning, hukumatning qo'llashiga erishimiz kerak. Hukumatning hammasiga erishamasak-mu, o'qtishiga va uning qarshi fikrdagi va bizni qo'llaydigan tarafdor va bizga yestashlik qiladigan tarafdordagi insonlar va biz bularning qo'llashiga erishaylikmi? Naytib cho'ng ilgirlash bo'ldi qarindoshlar. Bugungi bu xalq harakatimizni butun dunyodagi axborot vositalarining kun tartibiga va shaklcha ijil yaxshi shaklda ilib berishga turtki bo'lishimiz kerak. Qandaqdir, hali qandaq, voy bayroqni qilmabdi, voy oilamda debdi, biz oilamizning davosini qilamdik, aqlay shaqlay deb manda gap tepayotgan, yo mushta tushunishni bilayotgan, yo mushta tushunishni ko'ptirib tashviq qilayotganligiga to'xtabdi qarindishim. Ma oilam nerede degan bir vosita. Bu shaklda biz ailem nerede degan şekilde yığılıp oturuğa çıkıp bir şekilde dünyaya kanıma insanlarını nimiş sen sürüştürmeysen, sen Birinci Dünya Urushidagi erkak qirg'inchilik, Germaniyaning qilgan erkak qirg'inchiligini, Gitlerning qilgan erkak qirg'inchiligini sen erkak qirg'inchilik deb Yahudilarni qirg'anligini 21-asrda sodir bo'lmaydi, voy bundan keyin sodir bo'lmaydi da'vatatding. Qani sendagi insonlik? Qani sendagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qani hozir Xitoyga nima uchun sen bizning Sharq Turkistonga bir o'makni kirgizolmaysan? Nima uchun gapini anglatolmaysan? Sening iqtisodiy manfaating muhimmi, insonlik muhimmi? degan nuqtani ko'z tutish bo'ladi qarindoshlar. Buni har xil tillarda o'zimiz tildigan davlatning tilida bo'lsin va yoki har xil shakldagi medialarning kuchidan foydalanib buni shu xalqning shu turishli davlatlarda kun tartibga aytsak nayt yaxshi bo'ladi. Shuning uchun bugungi kunda hammamizning yanchiqimizda aqliy telefon bor, nayti yaxshi shaklda kunlik narsalarni qilyapmiz. Nurg'un qarindoshlarimiz xabar ishlayotdi, video ishlayotdi, naq maydon taqdirdi. Buni taqtishib berishimiz va buning uchun ovoz qo'shishimiz, buning uchun o'zimizning qo'ldan kelgan hammamiz yaqindan qila oladigan ishimizni qilishimiz kerak. Qandaqdir bir ishki tashviqotning bilanla biz ko'rgani bilanla bo'pti tashviqotimiz bo'ladi deb qasoq bo'lmaydi. Bizning mayli Twitterda bo'lsin, mayli Facebook bo'lsin, mayli Instagram bo'lsin, mayli boshqa YouTube qatorliq boshqa qurollardami tang shaklda foydalanishimiz kerak. Uyg'urcha anglatish bilan biranla cheklanib qolmay, har xil shu davlatning tillarida boshqa xalqlarga bizning ahvozlarimizni har xil tillarda anlatışımız bek mühim. Anlatkan uçurlarını, ulanmalarını taqtışıp görüşümüz bek mühim qarindoshlar. Onun için biz bir şekilde kılavatkan yaxshi bir işlağa, onun yaxshi şekilde turish o'rni yo'q, uning o'qitishlik qilib, har bir narsadan qusur tepib, har bir narsadan voy uni qildi, uning keyindi kim bor, oqdi ko'kdi deb bashamchilik qilgan odamlarni qora so'kib, uni oramizdan yiroqlashtirish, o'ttirimizga so'qchilik solganlik deb aslida o't yiqib bermay, to'xtab so'qchilik silayotgan, gap tepayotgan, qandaqdir bizning yaxshi ishimizni burmalayotgan nima shunday qilsan? Sen o'zingning mushunda qapoq kallang bilan bu tushunchang bilan turaversang bo'ldi emasmi deb
bir radiya berishini bilishimiz kerak. Hech bo'lmadi deganda, uningga radiya berolmasak, uning nasini taqatmayli, uning nasini bir yak shaklda qarindoshlarimizning orasini buzadigan gap so'zliga vasila bo'lib qolmayli, sababchi bo'lib qolmayli. Uning uchun bu yerdagi hamma qarindoshlarning maqsadi bir narsani vosita qilib turib o'tirg'i chiqish, uning yaxshi shaklda bu narsalarni rivojlantirish, kun tartibli akilish, xalqaroning besim bilan Xitoyni bosh egdirish va Xitoyga besim qilishni qila oladigan bo'lishimiz kerak. Bugungi biz siyosatda o'ynashni bilishimiz kerak. Siyosat kechish o'yinlayib emasligimiz kerak qarindoshlar. Qaysi odam gap qilsa biz ham bir partiyaga, bir davlatga shaharimizni berib etmaymiz. Biz shulardan qanday shaklda o'zimiz loyiq shaklda foydalanishni bilishimiz kerak. Men Shvetsiyada yashayapman, men Shvetsiyaning haq-huquqimdan qanday foydalanib, qanday shaklda Xitoyga besim qilinishini o'rganishim kerak. Har qaysi davlatlardagi qarindoshlarimiz ham shu. Shunga o'xshagan shaklda bu haq-huquqimizdan foydalanib, qandaqdir men Shvetsiyada yashayman, hammani men Shvetsiyaga tava emas mening. Mening bu yerda yashag'anim bilan mening hammani men vatanimga tava. Men Sharq Turkistonlik, men bir Uyg'ur farzandi. Men buning uchun o'zimning fidokorligini, o'zimning qilishni qilishim kerak degan nuqtada harakat qilishimiz kerak. Uning uchun aramizdagi ba'zi bir surkilish, ba'zi bir narsadan putoq topadigan va uni bir shaklda sepimizni buzimiz deydigan. Bugungi bu oilam nada degan butun dunyo xarakterli xalqlar aylanayotgan, butun bir shaklda xalq o'rnidan turib imkoniyati yor bergan qarindoshlarimizning Xitoy elchixonalari, konsulxonalari oldida sap bo'lib, hatto shanba kunlari qurbon qilib, maydonlarga to'kilib, u yerda rasmlarni igiz ko'tarib anlatishning o'zi bu fidokorlik. Bu yaxshi ruhni, buni cho'qim umumlashtirish. Oldimizda yoz kelyapti. Xitoyning virusi inshaalloh bir shaklda yozning havoning isishi bilan biraz nima bo'ladi. Uning ustiga yozlarda texmo ko'chalarda vaqt turish vaqtimiz uzun bo'ladi. Anandan keyin bir shaklda faoliyat ilib berishimiz biraz jonliq bo'ladi. Bu faoliyatlarni sistemli qilib berishni bilaylik qarindoshlar. Qandaqdir chiqib biz u yerda 3 soat 4 soat turiblam, deblam vaqirab-chaqirab ketishimiz. Bizning shu yerda turishimiz bilan birga ahamiyatli bir ish qilishimiz kerak. Planlashimiz kerak. Bugun nima ish qilishimiz kerak? Qaysi yo'lni to'laymiz? Qanday harakat ilib boramiz? Kimga nima deymiz? Ana keyin shu yerdagi yerlik aholining bizga bo'lgan inkas qanday bo'ladi? Biz ortiqchilikni qanday deyamiz? Kamchilik bo'lsa qanday tuzitimiz? Bu shaklda izlanishimiz kerak qarindoshlar. Buni izlanmay, buni tartiblamay, deblam shu bir xil qilibdi bo'laversak, boshqalarning diqqatini tortolmay qolamiz. Hattoki biz tushkunishga qarab men qolishimiz mumkin. Undagi shuningdek dushman aramizdan foydalanib, haliga ba'zi bir o'ttirdagi kelishmaslik, uqishmaslikdan Xitoycha deganda qanday qiladi degan Xitoyning odamlari bizga lovan avatmaydi Xitoy. Aramizdagi shu ishliq ishlayotgan, shuligi taraf qilayotgan, shu hasadxo'rlik ko'payayotganligiga yog' surkib, o't qo'yib aramızda buzuş kuruldu. Şunun için bular fırsat vermesligimiz gerek. Biz bir narsani o'rganishimiz kerak. 5 yillik, 10 yillik bir muajirat hayotimizni yakunlashimiz kerak. Har qachon dushmanning mushta tikosiga, mushta qurgan yeni mekrga tushib ketaversak bo'lmaydi qarindoshlar. Bular fursat bermasligimiz kerak. To'xtab tur deb dushmanni, do'stni farqlantirishimiz kerak. Hasadxo'rni farqlantirishimiz kerak. Farqlantirganda anandikimiz ish qila olamiz. Onun için ben o'zimning ko'rgan, bilgan, his qilganlarimni va bu shaklda qarindoshlarimizning qilayotgan mushundaq faoliyatlariga bir şekilde bizning shu tashviqot shaklida bo'lsinmi, bir o'zimizning ko'z qarashini, o'zimizning bilganlarini o'rtoqlashaylik degan nuqtada qildik qarindoshlarim bu programmani. Uning uchun gapimizning to'g'ri yerlarini qabul qilinglar, xato yerlar qilib qolsin. Inshaalloh Xitoy tajovuzchilariga va Xitoy tajovuzchilarining yondoshlariga, munofiqlarga hargiz fursat bermaymiz qarindoshlar. Onun için her birileri Cenab-ı Allah'a topşırıp Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.